Assalomu alaykum. Diqqat bilan quloq soling. Aynan 4-sanada 6-oyda 1996-yilda tug'ilgan ayol murojaat etishdi. Siz ham podpiska tugmasini bosing albatta va albatta o'z sanalaringizni qoldiring. Hozirgi kunda men sizga aynan chap qanotingizni ochib beraman. Har bir inson vektorda harakat qilmasa, u umuman rivojlanishi xaosda rivojlanadi, sistema bo'lmaydi. Shuning uchun har bir insonni vektorda harakat qilishi uchun aniq belgilari bor. Endi qarangki, sana, tug'ilgan sana bu yerga yoziladi, tug'ilgan oy bu yerga, tug'ilgan yil bu yerga. Bularni hisob-kitob qilgan paytimizda hayot o'zi aniq va matematik o'ta to'g'ri berilib bo'lgan. Endi qarangki, chap qanoti nima degani? Markaz bularda 7 chiqdi va 4 bilan 6 ni qo'shganingizda 10. Bu aynan sizda otangizdan olayotgan kuchingiz, darsingiz. Bu yerda 9 chiqdi va bu aynan sizni jalb qiladigan erkaklar, ularning hislatlari, sifatlari. Bu yerda esa sizda erkak bilan munosabatingiz, ssenariyingiz, eringiz bilan ham ko'proq yaqin munosabatingiz. 7 esa markazda turib siz qanday harakat qilasiz? Hayot bir shaxmatga o'xshaydi. Shuning uchun diqqat bilan quloq solamiz va sizga ham ota qanoti kerak bo'lsa, uni minus holatlarini hozir sizga aytib o'taman. Plyusini keyingi shortda aytaman. Albatta podpiska bosing va yo'qotib qo'ymang. Bu yerda qanday kombinatsiya ketyapti? Asosiy pattern ssenariy zanjirlarini aytib o'taman. 10, 9, 17, 7. 10 nima degani? Bu 10 sikl neustойчивость, ya'ni barqarorlik sikli. Erkak keladi, ketadi, barqarorligi yo'q. Bugun bor, ertaga yo'q. Masalan, hayotiy misoldan keltirsak, ota yoki masalan erkak figurasi doimo bir xil emas. Yoki ishlarida, kayfiyatida o'zgaruvchan. Endi esa 9. Bu yopiqlik, sovuqlik degani. Ya'ni shunday erkak uchraydi. Erkak hissini ochmaydi, masofa bor oralaringda, sen uni tushunmaysan. Masalan, u meni sevmayaptimi, sevyaptimi? Har doim ikkilanish savollari bor. Gapirmaydi, ichidan yopiq. Endi qarangki 17. Bu qanday ssenariy? Sen erkakni ideal qilasan, u boshqalardan boshqacha deb o'ylaysan. Realda esa kamchiliklari bor, lekin sen ko'rmaysan. O'zing orzu qilayotgan obrazni ustiga qo'yasan. 7 esa minusda qanday? Nazorat qilasan, hammasini o'zing hal qilishga urinasan, men o'zim qilaman deysan. Masalan, erkak bo'sh bo'lsa, sen kuchli bo'lib ketasan. Oilada lider sen bo'lib qolasan. Mana shu seni aynan minuslaring, pluslarini esa davomida kuzat va albatta